kim 10 ta odamga rahbar bo'lsa, kim 10 ta odamning ishi ustida bo'lib turib, ulardan orasida boshliqlikka yaroqlisi bo'lib turib, boshqasini tayin qilsa, tahqiq Alloh va uning rasuliga xiyonat qildi. Hukumatda ishda turgan odamlar hushyor bo'lishlik kerakki, o'sha bitta vakansiya, bitta mansab bo'shadi, o'rniga 3 ta kandidat turibdi. Shundan bittasi o'zini jiyani. Ya o'zini urug'i. Ammo bu mansabga, bu vakansiyaga loyiq emas. Undan ko'ra loyiqroq odam turibdi, lekin begonalardan. Musulmon yurtlarini oyog'iga bolta urayotgan, rivojlanishdan to'sayotgan. Mana shu narsa. Ammo o'zini shaxsiy firmasi bo'lsa, kapital o'ziniki bo'lsa, unaqa qarindoshni qo'ymaydi. Bankrot bo'ladi bu meni deydi. O'shuning uchun kim qo'yadi? Shunga yaraydigan odamda.